Je vais marcher sous vos drapeaux, à mes amis quel jour de fête. Je vais marcher sous vos drapeaux. Hey, you made me, oh, you made me a believer, believer. Hey, you break me down and bleed me. Kim so'rar shakarni ul lali shakar. Qoraqalpoqiston zamini ayni kunlarda haqiqiy san'at markaziga aylandi. Mana 4 kundirki bu yerda Yoshlar ovozi Bo'zatuv fest tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tmoqda. O'tgan kunlarda baxshichilik, estrada, opera yo'nalishlari bo'yicha vakillar o'z mahoratlarini ko'rsatishdi. Mana bugun 3-iyun kuni navbat an'anaviy ijroga. Ayni daqiqalarda sahnada milliy qo'shiqlarimiz jonli ijro aytilyapti. Shu yerdan aytib ko'rish qani? Hacrinda eyor, korim xondur. Hacrinda eyor, korim xondur. Biz bugun Qoraqalpog'iston Respublikasiga Buxoro viloyatidan qizimizni olib keldik. Qizimiz 10-15 yosh toifasida qo'shiq kuyladi. Sahnaga chiqib bo'ldi qizimiz. Biz ota-onani hamma ishtirokchilarga ham omadlar tilayman. Shu qatori qizimga ham omadlar tilayman. Shu bezatni tashkil qilgan barcha tashkilotchilarga kattakon rahmatlar aytaman. Avvalambor prezidentimizga, maqom yo'nalishdagi barcha bolalarga o'z minnatdorchiligimni bildirib omadlar tilayman. Tayyorgarlik jarayonlari yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi natijalar eshitsa kerak deb o'ylayman. Baribir hamma ota-onaga ham hayajon bo'lgani sari bizada ham ota-onasida hayajon bo'lib turdi. O'tirib qo'llab-quvvatlab turdik. Qizim o'zi yoshligidan 5 yoshdan musiqa san'atiga qiziqqan. Shuni his qilgan holda biz ota-onasi uni musiqa maktabiga olib bordik. Hozirda u Buxoro viloyati musiqa maqom maktabida tahsil olyapti. Qizim birinchi o'rinda shu Munojot opaga havas qilib, shu kishiga o'xshagan xalq artisti bo'lishni niyat qilib, yaxshi niyatlar bilan shu sahnaga keldi. Xudo xohlasa shu yo'nalishni davom ettiradi. Kasbini tanlab bo'lgan, biz ham qarshilik qilmaymiz. Oilaviy hammamiz shu qizimizni qo'llab-quvvatlab shu yergacha olib keldik. Bundan keyin ham qo'llab-quvvatlab Xudo xohlasa shu yo'nalishi bo'yicha olib boramiz. Her zamanda bir kilif ay bir acel uldurasın bir acele uldurasın. Her zamanda bir kilif ay bir acel uldurasın bir acele uldurasın. Tanlov haqida o'zi 2 yil oldin qatnashganman bu tanlovga, lekin respublika bosqichiga chiqmaganman. Tanlovni ustozlarim eshittirdi va shu 2 yil, birinchi yil qatnashgan yilim 2-o'rinni olganman viloyat bosqichida. Shuning uchun bu tanlov menga tanish. Tanlovda haqiqiy oshno degan asarni tayyorlab keldim, bugun ijro etdim. Bu asar Chusti G'azali Orifxon Xatamov musiqasi. Birinchi bo'lib Orifxon Xatamov ijro etganlar bu asarni, o'g'il bolaning asari. Lekin biz yangilik qilgan holda qiz bola aytib chiqdik. Bu tem va yoshimga mos ham kelardi va bu asarni menga ustozim tayyorlab kelishdi. O'rgatdilar. Yo'q, tayyorgarlik jarayonlarida yangi asar bo'lgani uchun ozgina qiynalishlar bo'ldi, lekin harakat qilib tinimsiz mehnat qildik. Xuddiki harakat qilsang erishasan degandek biz o'sha qoidaga rioya qilgan holda mehnat qildik. Hakamlar hay'ati ijroyimdan ma'qul bo'ldi va ularga yoqdi degan umiddaman, chunki baribir asar eshitsa yoqimli bo'lsa bosh tebranadi-da. Mazza qilib eshitdilar va kulib o'tirdilar. Mana o'g'il bolalar ko'p qatnashgan shu yil, yosh bolachalar o'zi kichkina bo'lsa ham yuragi bor, dardi bor, hammasi asar yaxshi tanlangan, zo'r ijro etyapti. Orada hayajonlanganlar ham bo'lyapti.
kelajakda albatta maqom yo'nalishini davom ettirgan holda shu xalq artisti bo'lmoqchiman. Munojot Yo'lchiyevaga o'xshagan, Gulzoda Xudoynazarova, mana shu katta ustozlarimizni izlaridan bormoqchiman. Hacrinde yor kârım fondur Tümmey gözümdin Aşkım ravondur Oldingi bolalarga aytgan gapim, ustozingiz shu yerda shekilli. Siz ustoz bo'lasizmi? Yo'q ustoz Kim bu? dadam bo'ladi. Dadasimi? O'zingiz o'rgatyapsizmi bolaga? Ha? Ustoz berganmi? Yo'q ustoz Toshkentda Giler nomli musiqa maktabida o'qiyman. Ha, aha. Bu yerda mana shuni asarlar aytasizlar, ha? Hozir bu tomog'idan aytyapti. Bu ertaga yana shunaqa aytaveradigan bo'lsa, ovozsiz qoladi, siz bu kelajagini sindirib berasiz. Haligi aytgan bolalarga aytgan gapim bu bolaga ham